Kuaförga amra xanım qizlar ayağa diqqat qilinglar. Bugun sizlarga kunjut qiyamni qilinadigan alomat o'xshaydigan shirinlik kuaför qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz. Samsa gunish boshlaylik, ketdik. Avval buning qiyamini tanishalaylik. Az miqdordagi samsaq va shovsonni to'kib, ustiga 1,5 qo'sh quvoq lazam, 1 qo'sh kunjut va az miqdorda tuz selib birini aralashtirib yetib, keyinidan ravrs qizdirgan mayni 2 ga bo'lib qo'yib, mizlik puruqini to'liq chiqarib olgandan keyin 2 qo'shiq achchiq suv va shammijo selib, orqadan zimajan qo'yamiz. Mening ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamdan tayyor tanshaglik chiqadigan samavar qiyami. Cho'ng ustamdan cho'ngni deb ailemizda zimajan yaxshi tanshamga urib mushlar sinab beqinglar. Sirtdagi xogo xalning zimajandan nechchas yaxshi chiqadi. Orqadan qozon suv qo'yib, qaynaganda cho'ng ustamdan xogo konfensidan bir xalt selib, buni 3 minut atrofida qaynatiblar, suzib olgandan keyin taxsiga olib, ustiga biz boya tayyor qilib olgan qiyamni to'kiblar, rosa aralashtirib, ustiga yana az miqdorda yumshoq sut yoki men ma'nida shavson seliziblar iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Amsa oxirida qo'llash nihoyat oddiy do'stlar, faqat haqsiz yurakdan birini besib, yo'llar ayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar seni ko'rishaylik, xayr xo'sh.